Sizni mi deyip mesela sizge biz pul yardım kıldırma mesela. Kılmaydıganlığını bilmen değil ekan. Ba'zi bir Xitoylarninki qasilmoqchi bo'lganligini, ma'lum bir gaplarni qilgan bo'lsa-mu, Xitoyni bizning dushmanimiz ekanligi, tajovuzchi ekanligi, bizning vatanimiz borligi, vatanni qutqizishimiz kerakligi bo'lgan bu ideyani kelgusi avlodlarga yetkazib turadigan, unutildirib qo'ymaydigan bir adamni davomlashmasa, bu Sharqiy Turkiston degan narsa, Sharqiy Turkiston ko'rishga Xitoy tajovuzchi degan gap tugab ketishi mumkin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Enarcan kardeşim bugün bir sohbet kıldı. Siz bu 4-5 yılın yoki ben bilgenden tatip önde. Nurgun hizmetler kıp geldiniz kardeşim. Bazen kardeşler bilmezden, bazen kardeşler haklarının gep sözleriga egişip Envercan Moşu hizmetler kılışta berayadım pul ap kıldı dep qaraydı ekancho. Men siz bilan aralashqilima qal uzoq bo'lib qoldi. Yani siz gibi bir yedim pul kelayotgandek sizni isil yasha kitpagandek his qilib qoldi ekancho endi. Siz bilan aralashgan odamlar bildi endi sizning qandaq nima qilayotganingizni. O'zingiz turmushini qandaq o'tkazyapsiz, bu ishlarni qaysi mablag' bilan qilyapsiz, bir ochiq qilsangiz qarindoshlar bir anglab qolsa. Bismillahirrahmanirrahim. Siz sorgan bu savolni yaqinqi bir ish oy ichida taxriban 10 ga yaqin kishi, yani mening qanday yaxshi tanishadigan ba'zi jamoatning cho'nglari, ba'zi yaqin do'stlarimizni so'ragan bo'ldi. Taxir yaqinda bir qarindoshimiz xato tushunmasam bir savolim bor edi, uzun bo'lgan o'ylig'ili. So'rasam dedi. Ma'qul qanday gap bo'lsa so'rasam bo'ldi desam. Turkiyada uyning ijozasi 10 minglar olib ketdi. Ishki balan o'qisa minglardan 2 minglara. Suv, to'g'az pullari 2 minglara kelsa. Turmushimga kiyim-kechak biletler insanlar 5 minglara hisoblasak 15-20 minglara bo'lmasa bir ay o'tmaydi. Sana bu pul qayoqdan keladi dedilar bir tanishimiz qara yaxshi o'tishadigan, qara aqlliq deb o'ylayman. O qarindashimizga ochiq so'raganingiz uchun, samimiy bo'lganligingiz uchun rahmat dedim. Anandan keyin bizning uyning ijozasi 2,5 minglara dedim. Chunki 2,5 minglara yaqinda bir ay bo'lmadi, 5 minglara o'stadi, 2,5 minglara dedi. Bu uyning ijozasi biraz azroq turk o'zi. Yani bu işni qilganligim uchun biraz qo'llab ya uning azam bergan emas. Ama bizningki bilsiz Turkiyada 1 yillik gaz pulisini haqsiz qilyapti. Yani bizning fatura, yani tok pullari, suv pulisi 300 lira atrofida chiqadi. Ballarım ikki qizim o'qiydi, haqsiz kursda Montessori'da. Ularga menimki bu tashviqot xizmatini Xitoyga qarshi faoliyat qilganligim uchun emas, ehtiyoj bo'lgan o'qish pullarini to'layolmaydigan yoki qiyinchilik bor oilalarga asosli haqsiz o'qitadi. Ballarning kiyim-kechagi, bizning kiyim-kechaklarni endi bir haqiqatda bunda yani kiymaymiz endi. Yani shunda qursaqdan siqib, boshqa jihatlardan turmushdan siqib qiyinchilikda o'stakmi? Yani bizning hayotimiz, vaqtimiz, bütün imkoniyatlarimiz Allah'ın yolunda bir kurash bilan o'tsa, amaliy bir sahobalardek, payg'ambarimizdek qurolli qilolmasakmi? Shu payt boshlangan qadar biz kichik olsun, cho'ng olsun, o'zimizning meli bilan, vaqti bilan, kuchi bilan Alloh yo'lida kurash qilsak, Allah bizni haqiqiy shu o'zi rozi bo'ladigan, ter to'kadigan, qon to'kadigan, Alloh qabul qilgan bir shahidlik maqomiga yetkazamikin deb duo qilish bilan birga bu vaqtimizni shunda o'tkazyapmiz. Endi jamiyatimizda bir qism az bir qism kishilarningki shu Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqini zararlash, qoralash, yani ideyasini, fikrini buzish, siyosati qiltig'i bir qism kishilar tomonidan elib berilyapti. Bizning bu qilayotganimiz bo'lsa aqartish, Xitoyning dal qilayotganiga qarshi xalqimizning siyosiy, diniy va insoniy ijtimoiy jihatlardan fikr tafakkurining, aqliy iqtidorining texmi yuqori ko'tarilishi va o'zining insoniy, milliy va diniy burchininki Xitoy tajovuzchilarga aytib qarashtirib, vatanimizni, xalqimizni qutqizib, hurlikka, ozodlikka erishtirish yo'lida mayli biz g'alaba qilaylik yoki mag'lub bo'laylik, vaqt Allohning bizga bergan imkoniyati, shart-sharoiti yar bergan shaklda bu xil shaklda o'tish kerak. Bizningki mushu ota-bobolarimizdan qolgan miros ko'rishimiz, ya'ni Sharqiy Turkiston ko'rishimiz, atalarimiz Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini qurdi, kendin Sharqiy Turkiston Jumhuriyati deb qayta qurdi. Shu vaqtning o'zidami yana bizningki eng cho'ng dushmanimiz bo'lgan, Xitoydan o'ta cho'ng dushmanimiz bo'lgan jahillik, nadonlik, bilimsizlik, ilimsizlik. Şu sebepten halkımız şu Xitoy tajovuzchilarining qiltaqlariga aldanib, shu vaqtdagi mujohidlarimizni, atalarimizni Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurg'uvchilarininki mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli ro'yi jihatdan bo'lsin, mayli fiziki, jismoniy jihatdan bo'lsin, yetarli qo'llanmaganligi uchun boylarimizdan hammamiz bilamiz. Shu vaqtida Ilxon To'ran bo'lsin, boshqa qo'mondonlar bo'lsin,
ilm alıp olsun, bayılın aldığı berip bizden kural yarak setiliş üçün pul beringlar degen çağda fakat bämi geldigine. Fakat dastan sep mehman kılıp çıraq uzup koyup, bizde pul yok belgidek dep bämey. Bir kısımlarınki nayet kiçik balığı belgende, tilemçi belgende az pulunu belgendigini ve uzak ötmey şu yardımsız kalgan mücahidlerimiz İslam koşuvanı, Şarkı Türkistan'ın koşuvanı kuralsız, korsoq aynalıqı küreşte yetersiz yardım boğalı üçün məğlub boğandan keyin şanş seyço bütün mal mülkini musadir kılıp özlerini aş baylarını sulap anandan keyin öldürgəni öldü, kırgın kıldı. Yani çıraylıqça Allah yolunda sarf kılınmagan mal Allah'ınki cezası uçurap tügep ketdi ve ularınki vabali, ularının cinayeti sebebiyle biz bugünkü günde ularının evlatları bu harlıqda, sergerdancılıqda, nayet bir harlık azap içinde, kıyın, müşkül durmuşta ötüvatımız. Hem de biz, bana şunda, hem de ben üzerine kahraman da boylamayım. Yeterlilik fidakarlık gösterdim, yeterlilik ben vatan için Allah yolunda küreş kıldım. Allah razı bulduğun şunda yaxşı işlerini, çoğun işlerini kılıp ettim de koymayım. Ama bir kısım kişiler tarafından, yani bana okşaş addiğine bir bedel tölevatkan, özününki yemek işmegiden, üyüdün, ailesinin sıkıp durup, bunu şunda ıxtisatçılık bilen xecap durup, Allah yolunda küreş kılsak, yani başkalar 15 bin, 20 bin lira bir ayda xecap hayat geçiratkan bolsa, biz sıkıp durup göçme yemeyi, başka nesimi çıkıp ketmeyi, ezden puluk seykük tadını 5-6 bin lira bilen testi ötüvatkan bolsa, bunu qarab anandan keyin bu xalqimiz içideki bir türküm az bir kısım bolsunma kişiler, bunu pul nereden kelawatıdı? Bizni, men bununla yardım kılanmadım go, kollayanmadım go, yenip turanmadım go, kıyınlıp kılavatkanmadım şu kirindişim, dep manda oylamasdan, bunun pul nereden kelawatıdı? Dep bunun teğetürsüge oylaşı bizninki vicdanımızını, bizning g'ururimizni, bizninki cesaretimizni, fidakarlık ruhimizni sundurdu. Biz Xitoy tajovuzchilarini şahsen men ihsan kardeşim yaxshi bildi. Endi dastlabda biz onundan başladık, keyin başqa arlıqda bir necha qardoshlar bo'ldi, siz bo'ldingiz, boshqalar bo'ldi. Biz o'zimizning qiyinchiligi bo'lganligi uchun sizlarga yana yordam etayotgan, hamkorlashgan qardoshlarning hech qaysisiga 1 lira, 1 dollar pul berib boqmadik, pul bermadik. Qilayotgan xizmatlarimizda siz bo'lsangiz shunday qiyinchiligimiz bor, biz shu qiyinchilikda ketib boramiz. Bu kurashga, bu xizmatga sizning pul xajab ketib borasiz. Ba'zi vaqtlarda biz pul xajab ketib boramiz. Yançoğumuzdan çıkarıp ketip barımız. Onun da sırf biz hiçbir zaman bizden turmuşumuza, ailemizge, kiyim-kiyişimizge, yep-işimizge, bizge pul yardım kılsın degen ümitde tamadıma bakmadık, sorap bakmadık. Ama bizdenki şu 5-6 yıl jarayonida şu Xitoy tajovuzchilariga qo'limizdan kelishicha axborot tashviqot sohasida xizmatni texnik sifatli yaxshi qilishimiz uchun shu saymallarimiz to'liqroq bo'lgan, mikrofonlarimiz yaxshi bo'lgan, chiroqlarimiz bo'lgan, kameralarimiz yaxshi sifatli bo'lgan, shu orqali texnik sifatli suzuk, ruhlantiradigan, rohatlantiradigan bir programmalarni ishlasak degan umidni qildik, lekin hozirgacha texi bir Ravrus bir zamonaviy chirog'imiz yo'q, Ravrus bir mikrofonimiz yo'q. Masalan, ko'rib turasiz, o'ltagan sopalarimizni hadiyalik deb chiqargandan keyin oldik. Gullarni tortib boshqalarga tashib etgan. Bir xalq ba'zi bir qism qarindoshlarimizning bilgisi kelganligi uchun bu nereden kelyapti? Bu biz nima qildigan ish aslida deyishgan. Ammo ochiq haqliniki, hatto bugun ulamolar birligiga ma'lum bir ziyorat bilan bordik bo'lsa, bir kishi shu Turkiyada uzoq muddat yashagan, xeyli aqlliq degan shu ulamolarni xeyli yaxshi ko'rgan birisi, bu Anvarjoy anga pul nereden keldigandi? 5-6 yil bu yerda normal odamlarning turmushda qiynalsa, bu müşteşvikat işini qilib yurib, minib ashunam, minib yurib video ishlab taqib qilyapti deb shu o'limalarga debdiki, o o'limalarni ochiqlab, siz bu Anvarjoyning bir aybini ko'rmisiniz, xatoligini ko'rmisiniz, bir shu bilinadigan bir tarafiniz bo'lmasa, ya bir Xitoyga mayil bir gap so'z ishga ketib bo'lmasa, Xitoyga qarshi turayotgan odamni siz buning Xitoy pul berib bunda ish qilayotgan bo'lishi mumkin desangiz qanday bo'ldi deb loyiqda radiyasini beribdi o'limalar birligi fikirlar. Gul masalan, boshqa ishlatmay tashlayotgan pashlab ketgan guldan kirib remont qilib üstümüzü taşıp etken üstlerini biz remont kılıp yanmaklap. Bunu şunda işlettik. Orundığımızın özünüz bilesiz. Küçük taşlap koyup diken bir putusunu bitip de siz onu şapırıp o da işletimiz. Şunda kıyınçılık, müşkülçülükte hiç kim kolumuzma, hiç kimge zar bulmay, hiç kimden bir narsa talep kılmay. Şunçılık imkanımızı ep ketip barımız. Xitoy tajovuzchilari turli qiltaqlar, turli tehditlar, mishadiki ba'zi bir hukumat xodimlari orqali bo'lsa tehditlar. Necha qatimlab yetib chiqdik. Hatta ki şu vatandaşlık iltimasımız red kılıngandan keyin biz ma'lum bir yo'llarni menish orqali burungi Ichki ishlar bakanlığı bilan ko'rishdik. Undan keyin uning yordamchisiga u havola qildi. Uning bilan ko'rishgan vaqtimizda u kompyuter sistemidan bizning arxivlarni, pasport numaralarni, kimlik numaralarni yozib tekshirib, seni Xitoylar terrorlik voqeasi sodir qilgan, ya'ni Xitoyninki chegara ichida terrorlik voqeasi sodir qilgan, terror tashkilotiga a'zo bo'lgan deb Cumhurbaşkanlığı bevosita shikoyat qildi. Dosya berib, sening ishingga bakanlıqning qo'li yetmaydi. Sana biz yardım qilolmaymiz. Bu bevosita Cumhurbaşkanlığındaki sen dilekçe yazgan. Sen 3 yılgacha vatandaşlık iltimas qilishim cheklandi 3 yılgacha. 3 yildan keyin vaziyat chiqarib iltimas qilishim mumkin, qilmasligim mumkin dedim. Buningdan yana
3 yıl burun, 2 yıl burun farklı şekillerde, farklı kişiler kelip, farklı yerlerge çağırtıp, bazı öyge kelip, bazı men ularning saqchi kelgin qanday bilaman desem, falan ameliyat müdürlüğü kelgin dep, şu yerge çağırıp durup sen bu işine to'xta, sen bunday ishni qilsang bo'lmaydi. Sen o'zingning vataningda bu ishni qila olamsan. Bu yerda qilmadan bu yerga chiqsang, bu yerda rahat yashayotsa, yashayolmaydi. Bunimmiş bunday ishlarni qilib yuraysan. Sen bunday qilsang, vatandoshlikning ta'sir etar, ikomat etishingga ta'sir etar, bexatar yashashingga ta'sir etadi. Nurg'un ishlarga ta'sir etadi seninki bu yerda. Deb necha qatimlab ogohlantirib, necha qatimlab menga ba'zi bir Xitoylarninkini qasilmoqchi bo'lganligini, ma'lum bir gaplarni qilgan bo'lsam, men vatandan tortib dinni burun yaxshi tushunmagan bo'lsam, 17-18 yosh vaqtimda dinning haqiqiy mohiyatini, haqiqiy qimmatini, inson hayotining qanday bo'lish kerakligini, bu dunyoga imtihon uchun kelganligimizni biz yashash uchun, yeyish uchun, kiyish uchun emas, fidokorlik ko'rsatish uchun bir imtihon berish uchun kelganligimizni resmiy shaklda his qilgandan keyin ulamalarımızın da'vatlaridan, tarixdan bizning bir vatanimiz bo'lganligini 18 yosh vaqtim degandim, Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarning bir davlat bo'lganligini, davlat bo'lish kerakligini, davlat bo'lmasa bizning badal to'lamasak, bizning ota-bobolarimiz yetarli badal to'lamay kurash qilganlarni yetarli darajada qo'llamay mushalat kelibdi. Biz bu badal to'lamasak, bizning keyingi avlodlar bizdan battar bo'lib ketar ekan. Biz mush kunlarni ko'ryapmiz. Bizning bolalarimizning nevaralari texmo battar kunga qolmasin. Bizning şu türmelerde yetayotgan qarindoshlarimiz, hemşerilerimiz, birodarlarimiz, ustozlarimiz chiqishi uchun, ularni qutqizish uchun, ularning nevaralarining, ularning bolalarining buddiz kommunist bo'lib ketmasligi uchun biz qo'limizdan kelgani har turli imkoniyatlardan foydalanib kurash qilishimiz kerak ekan. Mening hayotim haqqa ishlash bilan, mening hayotim pul tepish bilan, oila bakish bilan, shaxsiy turmushni qamdashlar o'tib ketsa, ummat musholdi ekan, biz Sharqiy Turkiston xalqi musholdi ekan, biz shaxsiy bir kishilik hayotni o'tmay, men ümmet için bir azraq mı bo'lsa ish qilay, vatanim uchun, xalqim uchun azraq mı bo'lsa bir ish qilib olay degan umiddan mushunda bir badal to'lab, mushunda qiyinchilikda hep maqsad. Endi bu masalalarga nisbatan siz qanday qaraysiz-ki, men shunda o'ylayman, Xitoy tajovuzchilari bizni shundaq tahdidlar bilan, ziyonkashliklar bilan yengolmagan bo'lsa, bizning bilimizni sundiramagan bo'lsa, ruhiyatimizni sundiramagan bo'lsa, mushu xalqimiz ichidagi ashundaq nadan, jahil, özümün kalbi yaxşı, niyeti yaxşı deydigan, aşında Xitoyninki şamılı bilan beraber uçudigan kishilarninki şu bizning vicdanımızga, g'ururimizga bir hujum qilgan, aşında eg'ir kelgan gap so'zlarni qilishi bizim bu yo'ldan to'xtatib qo'yishi mumkin, ojizlar suratishi mumkin. Xitoy qilmagan ular qilishi mumkin. Yana Xitoydan bakroq bizga ziyon qilishi mumkin. Ma'lum bir yaxshi ishlar, cho'ng ishlar, ma'lum bir kishining o'ttirga chiqishi bilan maydonga kelgan bo'lsa, o'ttirda bo'layotgan yaxshi ishlar ma'lum bir kishining ya bir necha kishilarninki ziyonkashlik bilan, hujumlari bilan to'xtab qolishi mumkin. Nurg'unlagan kurashlar munofiqlarning tarafidan yoki munofiqlarga ergashuvchi yaxshi niyatli kishilar tarafidan tugab ketishi mumkin. Shuning uchun men shunday o'ylayman, hozir nurg'unlagan siz bilan biz hozir 1 yildan beri ba'zi oshkor, ba'zi maxfiy hamkorlashib bir ishlarni qilyapmiz. Ulamalarimiz-mo shunchalik darajada nozik bo'lganligi uchun o'tirg'a chiqib bir diniy da'vatni qilishdan chekinadigan, ensiraydigan, mushu bir gapni qilsam, boshqalarga hujum qilib, qarlarmi, ayiblarmi, xalqning nazaridan tushirib o'tishga tirishamiz deb shunchalik darajada put ko'ygan to'g'riga o'xshash, shundoq inchki, shundoq ehtiyotchan bo'lib ketdi. Buni siz o'zingiz ko'rdingiz. Necha qilgan diniy qarindoshlarimizning, diniy ustozlarimizning payg'ambarning varisi bo'lganligi uchun mushu jamiyatning axloqini, jamiyatdagi mushu kurashni saqlab qolish uchun turtki bo'lish kerak, sabab bo'lish kerak deb biz billa bordik, billa mandiq bu yo'lni. Nurg'unlagan yo'llarni, uzoq yo'llarni piyoda bordik. Diniy ustozlardan şu diniy da'vatlarni qilib turinglar, mushunday jamiyat ishlar bo'lyotidi, da'vat qilinglar desak, da'vatni qiladi. Ertasi kuni mag'ab xato ketgan bo'pti. Mag'abni qilsak boshqalar ayblab ketadimi? Meni ilvatgan bo'lsak deb bizni bir necha kun shu videoni o'shashida o'tgan bo'lsa, uni taqatgandan keyin taqatmay tursak ekan, qayt qilsak ekan deb qayt qilib, yana uni o'shagandan keyin uni mutaqaddim saqolga keyin qilsa qo'ldigan insirab qoldim boshqa ayblamnikida deb mushkul shaklda bir ulamo emas 4-5 tane ulamo bilan ashil ahvol bo'lganligini siz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz, shahid bo'ldingiz. Shuning uchun bu yo'lda, haq yo'lda kurash qilayotgan, haqni so'zlayotgan, dushman Xitoyga qarshi qadam ilayotgan kishilarni qo'g'diganlik, milliy kimlikni qo'g'diganlik, u kishilarni qo'g'diganlik, vatan uchun xizmat qilganlik, dinni qo'g'diganlik, din uchun xizmat qilganlik. Agar unda bo'lmasa, masalan
diniy ulamalik hujum qilsa, siyosatchilik hujum qilsa, bizga o'xshash Xitoyga qarshilik qilib hujum qilsa, hatto Xitoydan nafratlangandan bekroq, Xitoyga hujum qilgandan bekroq bizga hujum qilib, to'g'ri yuzli Facebookda uni to'xtamasdan qarlagan bo'lsa, hujum qilgan bo'lsa, ahmoqona, mantiqsiz holatda hujum qilayotgan bo'lsa, buni ko'rgan, ya'ni bizningki shu haq yo'lda menayotganligimizni, samimiyatimizni ko'rgan kishilarningki bizni ashada qo'g'dab qolmay, ashuna sukut qilishi, Xitoyningki vatanni ishg'ol qilishiga sukut qilgan o'xshash deb o'ylayman. Chunki ular sukut qilsa, ular texim haddidan oshadi. Yomon niyatli kishilar texim haddidan oshadi. Yomon niyatli kishilarga ergishib, aqlsiz, az bir qism aqlsiz nadan kishilar ularga ergishib yaxshi qilyapmiz mumkin deb ular ko'paydi. Hozir ko'paydi, nayt ko'paydi. Bu orqali desak, o'limali chekinadigan, bizga o'xshash kishilar ruhsizlanadigan, mayli ziyoli bo'lsin, mayli faoliyatchi bo'lsin, mayli siyosatchi bo'lsin, o'tirg'i chiqishni ansiraydigan holat shakllanyapti. Shakllandi. Nurg'unlagan jamiyatlar, tashkilotlar taqaldi. Nurg'un burun 20-30 yildan beri kurash qilayotgan, o'tirg'i chiqib so'zlayotgan, namoyish o'rlashtirayotgan nurg'un kishilar hozir siyosiy maydonda o'tirdi yo'q. Partiya qurganligi yo'q. Boshqa narsa qurganligi yo'q. Nurg'un narsa yo'q edi hozir. Bu nihoyatda xatarlik. Shunda davom qilsa 5-10 yilda hech qanday bir tashkilot jamiyat qolmasligi mumkin, bir ikkita qilishi mumkin. Hozir misolni az. Bu xil vaziyat davomlashsa, bizdanki avlodlarimizga agar biz umid qilayotgan bir vaziyat shakllanib, Allohning imkoniyat berishi bilan, masalan Xitoy ya Yaponiya bilan, ya Hindiston bilan, ya Tibet, ya boshqa yer bilan bir tutishib qolsa, yoki Tayvan bilan Amerika bilan degandek. Yoki boshqa davlatlar Xitoyga hujum qilib qolsa, chunki Xitoy hadini eshityapti. Nurg'unlagan xalqning deniz rayonlarini Indoneziyaga tortib, hammalarining deniz rayoni mening deb O'chqashqarga tajovuz qilyapti tuproqlarga, deniz rayonlariga. Shunda bo'lgandan keyin ashunda bir vaziyat kelib qolsa-mi, biz aşı jarayongacha mana Sharq Turkiston ko'rishiningki, Xitoyni bizning dushmanimiz ekanligi, tajovuzchi ekanligi, bizning vatanimiz borligi, vatanni qutqizishimiz kerakligi bo'lgan bu ideyani kelgusi avlodlarga yetkazib turadigan, unutildirib qo'ymaydigan bir adamni davomlashmasa, bu Sharq Turkiston degan narsa, Sharq Turkiston ko'rishga Xitoy tajovuzchi degan gap tugab ketishi mumkin. O chaqda keyin fursat kelgan taqdirdami, o'tirg'i chiqilgan adam yo'q. Bu davashni tugab ketishi mumkin. Shuningdek biz inchga nayt mühim halkılık vaziyette turvatımız. Xuddi çömülününki ikki tarafida, bir tarafda beshi, azasi, bir tarafda qo'rsoq quyruqi bo'lgandek, o'tirib nayt inchki yer bor. Uni o'zi qo'ydiğiniz keyingisi, uning foydasi yo'q, buning foydasi yo'q. Burun bedel berganlarning ahamiyati qolmaydi, keyingisining ahamiyati qolmaydi. Shuning uchun hozirgi kurashni ba'zi bir qism nadan kishilar quruq gap deb qaraydi, ahamiyatsizlaydi. Ba'zilari shubha bilan qaraydi, vatan rost mustaqil qilib bo'ladi. Avtonomiya bo'lsa talab qilishlar shuni bo'lsa berib qolamiya degandek kishilar bor. Gaplar bor, endi nazar amzon bo'ldi va yalar qoldi burunqi yilqi. Yo'q, hozirmi bor? Hozirmi bor? Az bir qismda tashkilot shaklida bor. Hatto bizga yilqi to'g'ri Uyg'urlar ko'pincha mustaqillik xohlaymiz deyilganligi uchun o'tirg'i chiqmagan bilan ba'zi Yevropa ellarida bor. Maxfiy holatda inglizcha bu narsani taqdim qilgan bo'lsa bor. Şu xil şekilde ba'zi bir qism kishilar bu, masalan, vatan mustaqil bo'lmaydi, mumkin emas. Xitoy degan shunday kuchli tursa, shunday boy tursa, dunyoda bir deb dunyoni so'rab olsa, biz ikki to'rttal Uyg'ur ya qurolimiz yo'q, ya armiyamiz yo'q, ya pulimiz yo'q, ya bir narsamiz yo'q. Qanday uni mustaqil qilamiz? İşenchisi yo'q. Deb ishonchi yo'q odamnimi jiq? Uni tilga ololmayotgan, ichida shunday o'ylaydiganlarmi jiq? Endi biz şu umidni, şu ruhni, şu mirasni yaşatmasak, mayli gap bilan, mayli harakat bilan, mayli iqtisod bilan yaşatmasak, bu davoni tugab ketish xatiri bo'lishi mumkin. Siz endi shu 1 yildan beri billa menotimiz oxirgi shu 1-2 oy ichida ancha-muncha ekranlarga chiqqan bo'ldingiz. Masalan, hozir deb o'tdik, bizningki nima iqtisod bilan ma'noda deb. Hozirgacha men bu 5-6 yil jarayonida bizga ishongan, yani bizden bir yalgan söylemeyi günahı kebirler bilimiz yalgan söyleşini. Hiç kimden bir maaş, bu iş kılganlık bir maaş eriş mümkün emas dep bakmadık mesela. Ama bazı bir nayt az, mesela burun pidakarlık gösterip kılgan kandaşlarımızdanki bir atal kamera mesela. Vahbe bu mu mesela. Sen maaşını kılmasan, Xitoyga qarşı teşviqat kılmasan, kamerani topshirsa, mush Xitoyga qarşı ish qilayotganlar ishiltirib deb turib, hep bergan kamera mesela. Mikrofon addi mesela sınıf mana azık zamanda akıl kalgan mikrofon mesela şu. Başka şekilde bir narsalarımız bo'ldi, lekin biz yalaqam maaş şekilde bir turmushimizga ishlatish uchun qat'iy bulamadik. Anandan keyin
Biz hazır mesela turmuş nima bilan qamdam deganda bu yazdan burun mesela uşaq ticaret işini qilib narsa epsetish o bu degandek ishlarni qilgan bo'lsaqmi yoki ba'zi kunlik uy ko'chadigan o bu narsa ishlarni qilgan bo'lsaqmi bu yil yazdan o'zida mashina ijara berish ishiga kirdim tavakkul qilib boshqalarning mashinalarini azan ilib 200-300 lira azan ilib normal bozor bahasida 200 lira foydasiga berib bu yil yazda turmushimizni mushishda qamdidik. Hozir endi ma qish fasli kelib qolganligi uchun havo sovuq qolganligi uchun sayohatchilar yo'q, bu to'xtadi. Hamda hozir nima ish qilsak bo'ladi degan yerda to'xtadik masalan. Hozir ham bundan keyin balkim bir kirib ishlashimiz mumkin, balkim tijorat ushaqroq bir jiq rasmiy ketmaydigan bir qazilib tijorat qilishimiz mumkin yo boshqa ish qilishimiz mumkin. Buni o'ylashyaptimlar. Siz o'zingiz mana shu bir 2 oy jarayonida nurg'un jafo mashaqqatni ko'rdingiz endi. Az bo'lsinmi, az vaqt ishil bo'lsinmi, ko'rdingiz. Billa mangdiq, billa terlidik, billa shu gap so'zni angladik. Bu jarayonda siz nimani his qildingiz? Masalan, sizni mi deysiz, sizga biz pul yordam qildimi masalan? Qilmaydiganligini bilmayman-da, lekin qilmaydiganligini bilmayman-da, lekin boshqalar yana mendan so'radi, sizdan so'rgandek-ku. Sizga kim maosh berdi deb so'radi haqiqatan. Bu ishning majvasi, bu ishni qilayotganlar hammasi maosh berdi deb qaramsizlar desam. Açtaqmikin deymiz deb. Endi yana bir muhim masala bor, mushaqda. Mushu vatan uchun, millat uchun xizmat qilaman deb diniy jihatdan necha yillab o'qigan, universitet o'qigan. Anandan keyin tashviqot sohasida, axborot sohasida yillab o'qigan, tashviqot organida xizmat qilgan. Eng tuvan maosh deymiz, askariy ujratdan tuvan maosh olib ishlagan, yillardan beri ishlagan, tajribalik. Mushunda qarindoshlarimizdan 5-6sini bilaman. O qarindoshlarimiz necha yillab badal to'lab, oxirida hozir bir qarindishim nayt yaxshi, samimiy bir qarindishim Koreyaga borib, qora ishda ishlayapti itizliqda. Yana bir qarindishim kebabxona ochdi. Yana ikki qarindishimiz kichikdan bir do'kon ochdi. Nayt bir yig'izliq do'konni bilan ochdi. Shu videolardan, logolardan degandek. Bu qarindoshlar bilan suhbat qilsak, nimishkim o'zingning kasbini qilmaysizlar desak, biz mo'shunchilik badal turdik. Mo'shunchilik qilsak bizningki yıkılıp qalsak, ballarımız kesilib qalsa, ahvol so'raydigan, qo'llaydigan bizning qadrimizni bildigan odam yo'qkan. Biz shuncha sabr qildik, shuncha o'zimizni tutib, o'zimizga o'zimiz rag'batlantirib, o'zimizga o'zimiz umidlanib, mush yo'ldan mangdiq. Oxirida o'zimizningki qadrsizligimizni boshqalarga qaraganda bakroq o'ylab ketgandek his qildik degan javobni oldim. Shu qarindoshlarimizning qadri bo'lmagan bo'lsa, shu qarindoshlarimiz qora ishda ishlayotgan bo'lsa, ma millat o'ylab beqish kerak. Bu yerda o qarindoshlarimizning ismini olib yursak mutasi yaxshi bo'lmasligi mumkin. Bu o'zininki, bu nerdan pul ilyotdi deyishdan avval men nima ish qilyapman? Men nima ish qilyapman? deb bir o'ylash kerak. Balki shu bizning millatning ichida o'g'irlik qilgan niyatim yaxshi deydi. Nima ish qilsin? Aroq ishkinaman niyatim yaxshi deydi. Xitoy parzi Xitoyning josusimi, Xitoyning saqchisimi niyatim yaxshi deydi. Bu niyatim yaxshi deyish bilan niyatim yaxshi bo'lmaydi. Bu niyatim deydigan, mush gap so'zini bir yerlardan chuvib chivinga o'xshash nijosatni yig'ib nijosatni taqtirgan, nijosatxona turgan chivinlar bu hasad bilan bo'lishi mumkin. Men qilolmaganni bular qilib ketdi-ku. Balkim qilsa bo'ladi, yana lam nacharsan. Ashi gapni deganlar. Men qilolmaganni men bir turmushimni aron qamdab ketib qolsam, men vatan uchun bir ish qilolmasam, ma qilib ketib bordi-ku mava, bir ishdan qilyotdi-ku. Men qilolmasam bu qanday qilib turganda, buning chuqur bir yer bor. Bu chataq bir yerdan bir deb, yomon ish qilsa-ku bir yerdan topsin. Ve yaxshi ish qilayotgan odamning ya bu illa bir yerdan bir narsa chiqadi deb, uni aqtirish, izlash, topolmagandan keyin gumon bilan boshqa bir narsa deyish. Bu albattaki Allah ya balasını bersin yoki saqsin deymiz. Hem her qanday bir musulmon deydigan, musulmon bo'lmadi degan taqdirning bir insonningki o'xshash bir niyat maqsadda o'xshash bir to'plamning qutulishi uchun, davlat uchun kurash qilmasa, buddist bo'lsa-mu qo'llaydi bir-birini. Xristian bo'lsa-mu qo'llaydi. Aning qo'llash vazifasidan qachish uchun balki imkoniyat bordi, balki yo'qdir. Hammadan bo'lishi mumkin. Shu bo'lsa ayda 100 lira mudaq bir oyliq nima qilib, bir iyona to'plash jamiyati fondi qilib, ashunda yaxshi yerlarga nima qilish uchun bir her qanday yer bor. Lekin Uyg'urlar yetarli yo'q u. Ashunda bir oyliq yordam qilmaganligi uchun, qo'llamaganligi uchun, qo'llamaganligini to'g'ri ko'rsatish uchun men qo'llamadim, tamam. Ammo bu chataq bo'lganligi uchun qo'llamadim. Chunki chataq bor demasa, uning qo'llash majburiyati bor. Majburiyatimni ado qilmadim deyishdim mas'uliyatdan qochib, ne vaqtini, ne kuchini, ne zihnini, ne bir pulini chiqarmaganligi uchun
Özünün kılatkan hata işini doğru gösterişin bunun bir mesele var. Dep özünün şeytanına özü cevap verip men kollamadım çünkü şatak var. Men hem galaşmadım, pul vermedim ya yine durmadım çünkü şatak var. Onun gibinin, teşkilatının gibinin kısmı şu, Daniel'in gibinin kısmı şu, partiyanın gibinin kısmı şu. Xitayga karıştırgandan hemmesi mesele var. Yani yaxşı adam Xitayga karıştırmaydı degendek birey yapırışka zorlavadı da. Men en özemdim bekarak aç karındaşlarımga içindim. Mende iqtidarlık, menden köp okugan, menden köp samimi, menden köp fidakar, yıllarca bu millet için, bu xalq için okudu. Hizmet kıldı yıllar. Ahırda xalqdan hiç bir cevap netice, hiç bulmasa yaş kılvatsız ukam, hal ahvalınız qandaq deydigan adam yok. Özü psixik insan degen psixik buludu, qalb buludu, ruhi bisim buludu. Bu narsaga bir narsa berip bulanmay. Xitoy to'xtatanmagan, urus tuqqanlarni tahdislab, har xil kodlarni qo'ymiz u bu deb yurib, to'xtatanmagan odamlarni mush xalqning ichidagi bir qism kishilar, mayli u 10ning ichidan bir so'sin, 100ning ichidan bir so'sin bor, shu kishilar to'xtatdi. Men buni bek ichindim. Shu qarindoshlarimizga o'zigimga telefon qilib dedim. Agar mening imkoniyatim bo'lgan bo'lsa, men to'xtab qolgan shu ashla xizmat qilgan deb shunda o'yladim. Agar bizning imkoniyatimiz bo'lsa, agar bizga haqiqatan Xitoyga qarshi turishga bir maosh yoki bir pul kelgan bo'lsa, siz yaxshi bilasiz. Qanchalik yaxshi ishlarni, qanchalik cho'ng ishlarni qilyaptik masalan. Bu ishlar bizning ruhiyatimizga qattiq ta'sir qildi. Bu tarixda takrorlanganki, bayam tilg'ab o'tdingiz. Ilgirki shu Abduqodir Domillam, Abduxoliq Uyg'urlar bo'lsin, hammasini she'rlari mana qarasak, xalqni uyg'otmay, xalqning qo'llashiga erishmay, ichinib tuya ketganligini ko'rmaskan ularning nimalardan. Ularni qo'llaydigan, agishadigan adam yo'q. Hammasi shu chog'dimi o'z etizlikda ishlab, bunu ishlab. Hozir men yana shunda bo'yatdi. Yani bu xalq, yana ashundaq odamlarni yana o'zi qo'g'dayolmay, o'zi yordam qilishmi yiroq tursin. Boshqa tuhmat qilayotganlardan mu qo'g'dayolmasa, yana qandaq xorliq kunlarni ko'rib o'tkitdi. Xudoyim bildi. Allohning g'ilmusi tikilamdi. Biz shuni Allohning yo'lida haq etdikmi shuni. Biz haqiqatan yaxshi kitobmayapmiz. Biz tig'im yaxshi qilsak deb qaraymiz. Çünkü bizim qo'limizlar mayli bizim burada. Ala qilsa biz qo'llaydik-da ularni. Biz yenib berib, biz hamkorlashib, bizning qilish birimiz deydik-chu. Yangi qilimiz tig'im yaxshi ishlar vujud chiqadi. Siz oyat turib, bajnim qilmasdan yaxshi qilsak, yaxshi qilibdi, mana deb qo'yib, yaxshi qilamsa, yaxshi qilibdi deganda masala yo'q-da. Yaxshi qilibdi deb yaxshi. Deb bo'ldi-da. Amma shu abam deb o'tgandek, yaxshi qilganni yaxshi qildi demay, yaxshi qilgan bo'lsa maqil kim bor? Kim buni qo'llab mashlab bir yaxshi odamni aqidi bor degan bo'lsa mayli masalanchi. U vamdo, Xitoy vamdo, bu vamdo. O kadar aqlsiz, o kadar nadan, o kadar jahil. Voy biz Xitoyga qarshi shundoq Xitoy bizdek dushmanlik qilgan, Xitoy bizdek achchig'ini keltirgan odam bo'lmasa kerak. Ham odamning o'limining oldiga borib, ziyolining oldiga borib, hammasini oldiga borib Xitoyni tillatib, Xitoyga qarshi qanday hujum qilamiz, xalqni qo'lga tutish uchun shunchalik ish qilyapmiz. Shuni qarasa masalan biz hozir yo'qolib ketsak, qilmasak bu ishni, bir yerga bir oshxonaga yoki zavod qurib ishlasak, hech kim rasmiy aytilmaydi. Ammo Xitoyga qarshi turdiqmi? Aylıqqa Xitoyga menma qarshi deydiganlarning ichidan chiqadi. Sen ishlasang gap yo'q, Xitoy qarshi turmasang yo'q. Xitoy qarshi turgan ekanlar, senda masala bor. Kashki bir dalil bo'lsa yoki bir amaliy shohid bo'lgan bir ish bo'lgan bo'lsa, bir narsa desa, ammo hech qanday bir bizning bir aybimizni, qusurimizni bir narsani ko'rmasdan, tamam bular yaxshi qilyapti, ammo deyish. Xuddi hamda Alloh subhanahu va taolo isloq qilsin, bizda hech qanday imoyatni yuqorida deb o'tgandek, biz o'zimizning muhojirlik sifatini yuturib qo'ydik. Musulmonlik sifatini yuturib qo'yapmiz. Cemiyet'in nurg'unluğun kaymakamçılık, yaşlarımızın içidiğen, çekidiğen, heroin, o bu neslik belip ketişi, assimilasiya, şu yerli xalqlarga o'xshashib ketishi degandek masalalar, ajoyib ichinchiq masalalar, nurg'un masalalar bor. Buni boshqa turadigan odam yo'q. O'zimizning shu yo'lda kuchayotgan odamlarningki putlaydigan, putlashga tirishadigan, ayblaydigan, yuzabro'yin to'kadigan, bu Allohning yo'lida yaxshi ish qilolmay turib yaman cehennemge yuguraydigan, dozaqqa yuguraydigan, Allah'ın g'azabini qo'zg'aydigan, mandaq nachar, bundaq dayizlik, bundan nacharlikni ayliqqa. O bunu qanday yuradigan, nijoset yig'ilgan, chivindan battar, chivin yaxshi-da, endi o insonlarning chivin yaxshi-da. Chivinda aql yo'q, chivin boshqalarga nisbatan unda yuzabiron tugadigan ish yo'q. Chivin yaxshi-da odamlardan, masalan. Shuningdek bu chivinlardan bu qilmanglar, har qanday odam bo'lsa, o xotin kishi mijoz deb qo'ydi, hamda xotin kishilarga haqorat, xotin kishi menga yaxshi, xotin kishilarga Ama bundaq nachar o'zingning dushmandan battar dushmanlik qilgan bu xil holatda hargiz yashmanglar, hargiz gapsiz qilmanglar. Bu nayti bu dunyodami
insanlar tarafından, Allah tarafından söylenmezler. Ahirette mi bunun hesabından herkes kaçıp kurtulamayızlar. Bana davamlıq avayım dep etdim mi? Sahabının 70 bin parası düşüp Said radıyallahu anh boz gerek. Vafat boptu. Nayet yaxşı kişi özü. Allah yolunda pul mal sarf qilgan, Allah yolunda cihat qilgan, şahsi ibadetlerge nayet dikkat qilgan, Allah yaxşı ko'rgan kişi. Ama o kişi vafat bo'lgan vaqtda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam nayet aldırab jinasini yürgende. Yugandaki ya Resulullah nimish qilib aldıraysiz degan chaqda, ondan burun bir sahaba esimden chiqib qopti. O sahabaniki farishtalar jinasini yuyib nima qilgan ki? Olsun. Şu aşında bu qolmasin deb özüm aldırab özüm qilay deb, özüm qildim deb yuydikan, o sahabenin tavutunu ko'targan vaqtida sahabalarning qo'li yetmayotganda havoda laylab uçtu ekan tavut. Nima bo'ldi ya Rasululloh degandan keyin yer yuzi zamin yaratilib ta bugunga qadar bu qadar ko'p farishta tushmagan ma kishininki ma sahabaning jinozasini tushirish uchun 70 ming farishta tushdi. Allohim 70 ming farishta tushdi. Shular ko'tarib o'tirdi tavutni. Deb şu sahabenin tavudunu götürüp kabristonlukka yapardı ki. Kabristonlukta bu kişinin derdini qilgandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 qatim tekbir to'laydi ekan. Tekbir to'laganda ki ya Rasululloh buni meniki nim bo'ldi? Tekbir to'ladingizgo degandan keyin agar yer yuzida qabr azobidan qutulgan kishi bo'lgan bo'lsa, mush kishi saqlatdi. Buni qabri siqdi. Men tekbir to'laganni qo'yib etdi, yana siqdi, yana tekbir to'laganni yana qo'yib etdi. Buni qabrimni azobladi degan ekan-ku. Men davamlı şunu o'ylayman. Biz kim? Bu sahabeler kim? Said radıyallahu anh kim? Biz shulardek Allah yo'lida kurash qiladikmi? Mol mulkimizni sarf qiladikmi? Shaxsiy ibodatlarimizni, namozlarimizni shunda huzur xushu bilan, huzur bilan hamma narsani do'st dushman, hamma narsa unutgan holatda faqat Allohni ko'rib turgandek ibodat qila oladikmi? Degan mushu masala ustida o'ylanib, agar shu sahabelarni qabri siqqan bo'lsa, bizni nima qilib o'tay qabri? Shuning uchun biz ulardek Allah yo'lida pul mol sarf qilamiz-mi? Ulardek takva yaşayanmasak-mı? Ulardek hazır mesela cihat qilish imkoniyatimiz yo'q, haqiqiy sahabelarga o'xshash. Unda bo'lgandan keyin biz mushkil shaklda Allohning la'natiga uchragan, Allohga jang e'lon qilgan, islomga jang e'lon qilgan, musulmonlarga hujum qilayotgan, begunoh o'ltirayotgan, shahid qilayotgan, hamshirlarimizning iffatlariga tajovuz qilayotgan bu dushmanga qarshi imkoniyatimdan yetishim midirlar, cho'miliga o'xshab bo'lsin, o'milab, tizinib bo'lsin, o'milab ashunda tirnoqlarim bilan olg'in mangay deb agar mushunda mansam men ashu şehit bo'lsam, shu qabr azobidan, shu do'zax azobidan qutuldikanman. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Madinada bexatar rayonda turib, jihadga chiqmay turib, Allohga duo qilib turib, "Ey Allohim, sen menga shahidlik maqom ato qilgin" deb davomli yig'laydi ekan. Sahobalar deydiki, "Qaranglar bu Umarga, bu xalifamiz bu jang maydoniga bormasa, jihadga bormasa, bu qanday shahid bo'ladi?" degandan keyin bu Alloh o'zi biladi deb Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Alloh hammaga qodir deydi ekan. Aş dua uzak o'tmayotgan, dua uzak o'tmay anandan keyin aş Madinaga o'chaqda din dushmanlari kirolmaydigan bo'lsa-mu, shu vaqtda shu sahabelar musulmonlarning kuchining taraqqiy qilishi uchun bir turkum shu din dushmanlaridan bo'lgan kishilarning tikleklarini surishtirib, hunarda usta bo'lsa, ilmda, bilimda usta bo'lsa, uni kirib musulmonlarga o'rgatish uchun, taraqqiy qilish uchun Madinaga qabul qilgan ekan. Shu bir din dushmani musulmonlarning kim Umar tugab ketsa, Umarni yo'q qilsak musulmonlar mag'lub bo'ldi, pochlandi deb şu Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu'nun suiqasd qilish uchun nurg'unlagan bedel to'lab, hunarlarni o'rganib, shu yerga so'nib kirib, shu hunar o'rganish jarayonida necha qatimlab Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu shahid qilmoqchi, pichoq qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, shu sahobaninki shiddatidan, jasoratidan, o'ziga bo'lgan shu ishonchdan xuduqib, qilolmay, qanday qilsam bo'lar deb oxirida qorong'udan buni ko'may turib pichoq tiqmay desam, anandan keyin bundan qo'rqinchim tuvallan ekan deb shu bomdod vaqtida namozli musulmonlarning orasiga suqinib kirib, keyinda kelib xanjarlab shahid qiladi ekan. Hamma taraflar teshilib ketar ekan. Shunda turib, endi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu namozini oxirida tushirdi ekan. Yetib turib bo'lsa, musulmon namozga ahamiyat bermagan kishi bizdan emas degan nihoyatda cho'ng so'z qilgan. Shunga bizmi shu Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'xshash duo qilish bilan birga mushu yo'lda hayotimizni beg'ishlasak, mushu yo'lda vaqtimiz mushu ishda o'tsa, anondan keyin bizga Alloh subhanahu va taolo bir shahidlik maqomi berdi. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala sen qanday yaşagan bo'lsang shunda o'lsa, qanday o'lgan bo'lsang shunda tirilsa dedi. Biz agar shaxsiy ishlar bilan, shaxsiy boshqa ishlarni o'tab, boshqa ishlarni bilan hayotimizni o'tkazsak, boshqa ishlar ustida o'lib ketamiz. Agar biz tajovuzchi dushmanga qarshi
Allah'ın düşmanlarına karşı bir işlarni qilib yaşayotgan bo'lsak, shu dushmanga qarshi bir ish qilayotgan vaqtimizda vafot bo'lamiz. Balki texmi yaxshi Alloh muyassar qilsa, texmi go'zal holatda shahid bo'lishimiz mumkin degan mushu umid orzular bilan bu yo'lda menyapmiz. Endi nurg'ulg'an kishilar bu xil shaklda ideya kelolmagan bo'lsa-mu, nadon bo'lsa-mu, jahil bo'lsa-mu, ilmsiz bo'lsa-mu, ammo teatrsiga Abu Lahabga o'xshash, Abu Jahlga o'xshash mandaylik din dushmanlarining Allohning la'natiga uchragan kishilarningki sifatlariga qarab yuzlanishi bu bizni nihoyatda rahatsız qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'p rahatsız qilgan shu, ya'ni o'zining urug' tuqqanlari, o'zining tog'alari, ba'zi tog'alari o'zining yaqin ko'rgan kishilar tarafidan shunday hujumlarga uchrab, ustiga har xil najosatlar ep qo'yib, o'ylarning oldiga bir narsani tashlab degandek, har xil ustidan sehrgar, qo'ymichi, o'chi, buchi deb ko'p so'z taqdichi. Payg'ambarimizga ham shunday ig'ir kelgan. O kishi valanki Alloh bilan suhbat qilgan, Jibril alayhisalom bilan yuzturan ko'rishadigan, Allah insoniyatning eng kuchli, eng yaxshisi, eng ilmli, eng iqtidorli kishi bo'lishi qarmay, shu kishiga ham ig'ir kelgan. Endi bizga ham ig'ir keldi. Bizmi ko'tarolmaymiz, biz payg'ambarimizning necha million hassa ojiz. Shuning uchun bizni dushmanningki, Xitoyninki hujumidan, tahditlaridan, ziyinidan bekroq, turmudan yetishdan bekroq, hatto suiqasd qilib, shahid qilinishni, o'ltirishdan bekroq, tayoq yeyishdan, putlumni sunishdan bekroq, mau biz do'st deb bilgan kishilarningki, xalqimizning aql egilarininki maxil darajada nadonlik qilishi, jahillik qilishi, bizning yuzabroyimizga, vijdonimizga daxl tarz qilib hujum qilishi, bizni g'aljirlashgan ishdan battar bizga nayt ig'ir musibat, nayt ig'ir bir ruhiy besim olib keldi. Bu bizni hattoki Xitoyninki orzusiga binoan bizning bu xizmatlardan to'xtab ketishimizga qadar olib berishi mumkin. Allah saqlasin. Allah bu shu yo'lda davom etmoqni, hatto nishonimizga yetishga muvaffaq qilsin Alloh taolo. Ya'ni nishonimiz bu dunyoda Sharqiy Turkistonning mustaqilligi, shu zaminda bir islomning yashnishi, xalqimizning bir hurlikka erishishi, oxiratda bo'lsa bir shahidlik maqomiga erishish inshaalloh. Her qanday bir gap so'zni anglagan chog'da biz to'g'ri bo'lsin yo boshqa kishilar to'g'ri bo'lsin, uning bir haqiqatan ko'yinlikin, animlikin gap qilishga bir mantiqsi bormi, bir dalil bormi, bir aqlga uyg'unmi? Xo'sh. Agar uyg'un bo'lmasa, darhol ashiyada uningga radiya bermasa yoki o sorunu tashlab chiqatmasa, ajladim bo'ldi bu hadis masalan. Ya norozilig'ingizni bildirsiz qo'lingiz bilan yoki so'zingiz bilan yoki qalbingiz bilan. Hech nima qilolmay qilsangiz, hatto uni qabul qilsangiz, o'zingizda shu nijosatdagi chivindek deyman. Dushman bizni hargiz yiqitib qo'ymaydi, dushman. Ammo xalqimizdan keyin mo'shundoq yomon gumon, yomon gap so'zlar bizni umidsizlantiradi. Ammo biz bu yo'ldan hargiz to'xtab qolmaymiz. Inshaalloh to'xtab qolmaymiz. Nurg'un kishilarimiz turmush g'imi bilan turmushni qamdash uchun ketib bordi. Bizmi sizlar o'xshash turmushimizni qamdab ketib bormiz, bu ishni qilib ketib bormiz. Nekan bir turmushimiz bir Alloh seviye yetganlikin, anglikin bu ishni qilamiz desak, ishning vaqti o'tib ketdi qarindoshlar. Boshqa bizga bayrak yana gap so'z, tavsiyalarimiz bo'lsa, mana qo'limiz ko'ksimizda, xatoliklarimiz bo'lsa, ko'z tupasimizlar qo'shilamiz. Ammo yana bilmasdan turib gap so'zlarni taqatmasligimizlarni bizga bisim bo'lgan, bizga ko'nglimiz yerim bo'lgan ishlarni qilmasligimizlarni arzu qilamiz.